Ben olding. Hey, git. Oy, o'zingni bos. Murat, yaxshimisan? Urdi. Hey, buni nima qilasan? Tasha buni, tasha. Qo'y. Oli. Ya, qo'y. Yiqilganingda ham yog'ing kirib o'tib ketdi. Seni bir joyga boraman. Qayerga? Qayerga? Senga yaxshi bo'ladigan joyga. Ukam, bu do'konimizdan senga hadiya. Shu do'konni ochishimga ko'p sen teggan. Yur bo'lsan. Soyada yurgan, yo'lda ehtiyot bo'lgan. Hop, bora qol. Oldin ko'chada qanaqa bola bo'lib yurardi-ya. Sen oldin kelishimdan maqsad, bilasan, kiyim do'konim bor. Shu do'konimni yana ham ko'proq assortiment tiqishim kerak edi. Shunga Turkiyaga ketayotdim. Sendan yordam so'rab keldim. Ozgina mablag' yetmayapti edi. Shuni berib tursang, o'zimda bor, yo'q emas, 15 mingcha chiqadi. Yana bir 5 ming bo'lganda zo'r bo'lardi. 2-3 oyda pulingni qaytarib beraman. Ozgina aborib qolsam yaxshi bo'lardi. Sen yaqin olib olding keldim. 5 ming emas-ku. Lekin uyda 3-4 ming yig'ib qo'ygan pulim bor. Agar xo'p desangiz o'shani berib turaman. Ayni 3 oy emas-ku. Topganingizda berarsiz, aka. Rahmat ukam. Kechqurun uyga o'tsangiz, uydan berib yuboraman. $4,000 qarz hali ham bo'ynimda turibdi. Bu jinni bo'lsa, qaytarib bersam yo'qotib qo'yadi-yu. Quladi, короче.